Xonobodga keldik. Xonoboddan Qirg'iziston chegarasi chegaradan o'tib, xudo xolasa O'zganga. O'zgandan keyin Qirg'izistonni bir sayohatini qilamiz inshaalloh. Уже mana Qirg'izda chiqyapti, уже Qirg'izda chiqyapti. Mana ko'rdilarmi? Mana aytdimmi, Xonobodga kelsalaring, уже shaharni o'zi boshqacha dedim-ku. Chiroyli ekan. Gullarni olyapsiz, gullarni. Yo'lda gullarni ko'rdilaringmi? Ko'rdik. Zo'r ekan. So'zlar ketyapmiz. Brajletlarni ham qilganmiz. Va maqtoq. Ko'rsatdim, mana tarafga yozib beryapti. Xonobod chegarasida mana o'tganda sim karta, qirg'iz sim kartasini olyapmiz. Endi u bozorda. Xudo xolasa endi mana O'zgan. Betlarda chiqarzonlar. Hozir men bilan. Salom alik. Ha? Endi chiroyli joylarga olib borasiz endi. Bormiz inshaalloh. Nasib qilgan bo'lsa hammasiga boramiz. Qirg'izistonda Bekobod degan joy ekanda, bada. Mana chegara punkti. Bekobod. Xullas O'zbekiston, Andijon, Xonobodidan o'tilmaydigan, Qirg'izistonga o'tilmaydigan joy. Chegaradan o'tib oldik. Mana xudo xolasa endi xatga bo'lsa birgalashib qolamiz. Qirg'izistonda o'tishingiz bilan majburiy sug'urta qildirdingiz. Necha kun yurishingizga ham qildirar ekan. Biz mana necha kun yursangiz o'sha mashinada yurishingizga ham hujjat qilib beradi. Hujjat qilib beradi. Mana u hali davangiz bo'lmasa, umuman kirmaysalar ham bo'laveradi. Bu ruscha yozilgan davangiz. Nomingiz bo'lsa yozdirmaysiz. Endi mana 1-iyuldan kuchga kirdi deyapsiz. Tonirovka masalasini nima deyapti? Tonirovka masalasini 1-iyuldan O'zbekistonda ruxsat olgan bo'lsa, Qirg'izistonda yuraverar ekan. Shu ruxsatnoma bilan. Tili shart bas ekan. Ana. Og'ir yurmanglar. Ana yangilik sizlarga. Faqat mana shu Qirg'izistondagi to'lov qilingan bo'lsa. Mana azizlar Kampirobod suv omborini mana Qirg'iziston tarafi. Yaqinda sayohatchi Abu mana shu joylardan kelib video qilgan joylar mana. O'zbekiston tarafdan ko'rib bo'lmaydi, mana Qirg'iziston tarafdan bemalol ko'rib olishingiz mumkin mana. Kampirobod suv ombori. Pulli yo'l ekan mana. Pulli yo'l
xullas Issiqko'lga ham xudo xohlasa nasib qilsa boramiz. Mashinada boramiz. Mashinada boramiz keyingi sayohatlarimizda inshaalloh. Mashinada Ana shu yerdan 8 soat ekonom yo'l ochilgan Issiqko'lga. radar bo'lmaydi endi Uzun tunneli 4 kilometr tunnelni ichidan yurar ekan, tog'ni orasidan. Tog'ni ichidan xullas. Ha bu masjiddan ketdimi o'zing? Ha, mana shu yo'ldan yurdi. Vasilada. O'zgan. Второй Швейцария. Salom alaykum borganmiz. Yo'q, men bu joylarga endi kelishim. Hozir kimning xonadonlarida Bu turibdi sizni? Ahmadjon Ohundadani xonadonlari. Amaki katta amakim Mahmudjon Qoraka. Marg'ilonda Toshkentda o'g'illari o'tdilar u Abdug'iyos ekan. Nimada Taqashlikda Abdujamil akam, aka-uka, bitta Abduhalla akam bor edilar. Shular ham o'tib ketishdi, shularning xonadoni. Bu dadamlar mana shu yerda katta bo'lishgan, aka-ukalar. Keyin alohida bo'lib chiqib ketishgan. O'zgan shahri, O'zganda, past O'zgan eski Guzar mahallasi. mahallasi. Ana. Eski Guzar mahallasi. Marg'ilon ulamolari tashkil olgan joy ekanda. Ko'p poyqadan bo'lgan. Ko'pchilik kelib mana shu yerda bir oy turib, qimiz ichib, havo almashtirib, havosi zo'rda. O'zi 2 soat uxlasangiz, bir kunga energiyani olasiz. Havo tozaligidan. Xatlarga olib kelib berdingiz do'stlar. Uyimga olib keldim. O'zganda. Mahallaga olib kelib qo'ydim bo'lsa. Hozir mana shu mahalla poni yarim qarindosh urug', hozir kirsak hozir. Ha, juda yaxshi. O'rtoqlaringiz mana. Endi keldik, hozir hali bilishgan. Bu boshlanishi. Uyimiz mehmon bo'lib charchab ketamiz. O'zgan Ajoyib. olaylik deyapman o'shaning uchun. Ochchi o'tirasizlar aytib. Solishcha pul bormayman. Bir tishlamdan man. Tezroq-a? Rahmat. Bunaqa ham nimaniki Hamidga ham kirishimiz kerak-da. Sizlar. Uydamiga ham Hamidga telefon qilib qo'ying. Hikmat bilan. Tillo kelmadi, tushib kelyapti. Kelyaptimi? Tillo bo'lsin o'zi shu Olyapti. Ahmadjon Ohundadani xonadonlari. Ne'matullo qori afsona qildi. Mana shu Abdusamid uyi ekan mana. Mana shu yerdan maktabga qandagan ekan bu. O'zganda mana. Masalan, hozir Aslonobga borsa, matdan qaytib borsa. Aslonobdan ag'iga bizga yaqinroq qoladi, masalan. Mana shu masofani bosib o'targanda Aslonobga borib, dam olib ketilsa bo'ladi. Nima ham yaxshi salomalik bor. Hatto ham agar yotadigan joylari bo'lsa, o'sha yerga borsak ham. Yerda 10 yuramiz. Qayerda? Ashu o'rni Zangor nima turibdi-yu? Ha. O'shadan to'g'ri ekilib ketamiz, biz naqd burilmaymiz. Chap yurmaymiz. O'zgan bozoriga. Eshitganman, ko'rishmaganmiz. Mayli. Ha, nomi chiqqanlarda eshitganman. Nomi chiqqanlarni aytyapman-da. O'g'rilar mana. Pulpinoylari mana endi pishibdi. Mana shoftur. Asal bozori boshlanishi deb qo'ying. Ha? O'zganda mana asal bozoriga kirish ekan. Xudo xolisa
Bugun o'zgandan xarajatlarni qilsak, ertaga inshaalloh Qirg'iziston qorasho'rasiga boramiz. Mana mana shu ko'rsating ana shu. Asal olamiz. Asal olinishi deb olamiz. Qaytishda olamiz. Yoz ana Asallarni kon ekan. Qattiq asaldan. Bilmadim hozir. Nima qilaylik maslahat bersangiz. Ja bo'lsa idishlarda, otilsalarda oling. bu asal. Bu nima? Mana bu perga. Perga. Ha. Immunitet ko'taradi. Immunitetga, kalsiy bu nimaga? Mana bu gulchang. Mana gulchang. Bu 300 kilosi dollarga qarab $60 kilosi. Bu shunaqa zo'r narsada, bu hamma yoqqa dori. Mana bu gulchangni guldan beradi. Ular bilan ko'rishaylikmi olib? Tayyor qilib qo'yganlar. Hozir yana Ulardan? bor. Serilarimiz nomeri bor. O'zgan bozori mana. Guruch bozoridan ham guruch ham olishadi-da bular. Birinchi asosiy go'sht olaylik. Go'shtmi? Go'sht. Bu kiyim bozori ekan. Mebelmi? Ha, mebel magazin ekan. Afg'on bog'i ekan bu. Qirg'iziston mana o'zganda Afg'on bog'i. Afg'on bog'i. Mana shu yerda juda chiroyli oshlar qilishar ekan. Mashinalar, ana o'ncha mashinalar. Shitda ekan. Hammasi. Assalomu alaykum. Bog'ni salqinligini qarang. Hammasi tozasi ekan. Siz içi hozir kelsin. Onunla istiyorum yani. Nasıl zor ekan, zo'r olib qoldi. Muzor ham shu o'rta muzor. Nasıl ichi oladigan bo'ldi? O'n tomon. Qani siz aşağı qoling. O'zgan toza qiladi mana. Oboradigan mashina olsak. Bormi? Endi bo'lsa kerak. Qamiz juda shu ekan. Ha, to'g'ri. Juda. Qimizni ichgandan keyin go'sht yeyish kerak edi endi. Juda. Mayaqin jo'g'arlar. Mana gapasiga tashladi, ketdi. To'g'ri.